nurg'un narsalarni tushundim deb qaragan vaqtingiz amaliyotda amdil o'rganishga kirishgan vaqtingiz bo'lishi mumkin. Balamni bak tushundim deb o'ylaysiz, lekin uning bilan qanday paranglashishni uqmay qolasiz. Yoshlikda bakchiq savollarga duch kelsiz, javobi yo'q. O'tir yosh krizisiga patqaningizda atrofdagilar meni tushunmaydi deb qaraysiz. Yaşanğan vaqtingizda bo'lsa dunyoga nurg'un savollarni tashlaysiz, javobini tepishga aldirab ketasiz. Amaliyotda sizda ko'rilayotgani balkim psixikalik masalalar bo'lishi mumkin. Biz masalangizni hal qilg'ili ishingizning oldiga keldik. Ishikni iching. Ko'rman do'stlarimizga psixika maslahat berishni nishon qilib ishlangan psixika bekit programmamizning tajidorligini Xinjiang Uzbar Güzellik Savdo Chekish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Xinjiang Oltin Ma'rifat Xalqaro Savdo Chekish shirkati alohida hamkorlashib qo'llagan. Programmamizga Yarib doktorxona psixika maslahatchilari taklif bilan qatnashgan. Salam do'stlar, men Xinjiang Uzbar Güzellik Savdo Chekish shirkatining qurg'uvchisi Güzellik Faxriddin bo'laman. Esil mahsulotlarimizni sotamiz. Texmi muhim bo'lgani ko'pchilikning ehtiyoji uchun xizmat qilish. Güzellik o asrashga muhtoj. Men bir güzellikni asrag'uchi. Onun uchun yaxshi tanlash bo'lishi kerak. Şoňa men Uzbarni barliqqa keltirdim. Uzbar teri asrash yashartish yurishdagi, qiyirliqqa qarshi turishdagi e'tirof qilishga erishgan texnikadan foydalangan. Bu mening 20 yillik tirishchiligimning natijasi. Uzbar teri yashartish ve shakliga keltirish yurishdagi. Salam do'stlar, men Xinjiang Oltin Ma'rifat Xalqaro Savdo Chekish shirkatining qurg'uvchisi Gülasal Rozi. Biz Xinjiang bozoriga elib kirgan To'lqin Qodir markasidagi ma'rif mahsulotlari va di qahvalari bilan hammamizning ehtiyojiga mos bo'lgan psixik bekit programmasi orqali ota-ona va farzandlarga salom yo'llaymiz. Hayatning ta'mi ba'zida achchiq, ba'zida to'limi tatliq bo'ladi. Biz buni his qilish uchun har xil ichimliklarni ichib turamiz. To'lqin Qodir qahvalari hayotingizning haqiqiy ta'mini his qildiradi. Qahva bilan o'tgan hayot tafakkurga to'lgan hayot. Qahva bilan o'tgan hayot o'rganishchan hayot. To'lqin Qodir qahvalari hammamizga hamroh bo'lsin. Jiqidi qirindosh qalamlarim bo'lsa, va! Daftarlarim bo'lsa, va degan jiq. Xatirlarim bo'lsa, va bir-biridan esilgan qo. Ulan solgan sumkamcha, va sumkamni tayizgan. Oyog'im bo'lsa, va bir jipgan dixeranga o'xshamaydi ekan. Voyja. To'lqin Qodir ma'rif mahsulotlari farzandlarimizning orzusi bo'yicha aylangan. Hayatlık poyizıga çıqqan qimmatli yo'lovchilar diqqat. Navbatda tushadiganlar psixika bekiti. 下一站心理驿站，早儿鼓励买和木提，国家3级心理咨询师，亚普医院专家。 Salam qadrli ko'rman do'stlar. Salam hayotlik poyizidagi qimmatli yo'lovchilar. Navbatda tushadiganlar psixika bekiti. Ko'rman do'stlarimizga psixika maslahat berishni nishon qilib ishlangan psixika bekit programmamizning tajidorligini Xinjiang Uzbar Güzellik Savdo Chekish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Xinjiang Oltin Ma'rifat Xalqaro Savdo Chekish shirkati alohida hamkorlashib qo'llagan. Programmamizga Yarib doktorxona psixika maslahatchilari taklif bilan qatnashgan. Hozir qiyash balla, lazixanga xumma, issiq bo'lsin, sovuq bo'lsin, zimistanda qahratonda xo'go yeyish kerak, azam bo'lishi kerak. Bekkesin lazixan, xo'go bulla, mushtabulla, achchiq yanlar, safarlarda hamiyada lazixan. Avtonomda nami bor, mamlakat jadami bor. Ochiq damning huzuri, lazixan tayyor xo'golari. Bizning bugun bekitimizda biz bilan ham suhbat bo'lmoqchi bo'lgan aziz mehmon Zuhragul Ma'lum. Zuhragul Ma'lum qarshi olamiz. Har qitim ikkimiz suhbatni boshlagan vaqtda uning ustiga ikkimiz bu qitim tomoshabinlarga sunmoqchi bo'lgan suhbat temasining o'zgachiligi tufaylidan gohida menmu o'zimdan gumonlanib qolaman. So'zlab yetib turib, ota-onalar qanday ta'sir bo'layotgandi, anglag'uchi qanday hissiyoti bo'layotgandi degandek
davolg'ish mandan bo'ladi. Chunki jinsiyat tarbiyasi eg'zimizda deyish oson bo'lgan bilan amaliyotda qo'llanishchanligi biz nisbatan ko'nmagan, biz qanday qilishimizni bilmayotgan, tangirqayotgan bir tema ekan. Biz yeshibroq tushundirsak, balkim utuq qozonishimiz mumkin. Endi jinsiyat tarbiyasini agar bosqichlarga bo'lish to'g'ri kelganda, biz qaysi xil yosh bosqichlariga bo'lamiz? Boya dedingiz, endi jinsiyat tarbiyasi bu intayin bir nozik temachu. Shu nozik bo'lganligi uchun u qiqilib suqilishlarga bardoshlik berolmaydi. Uni noyat noziklik bilan noyat bir go'zal holatda berishimiz kerak. Endi uni biz nozik deb uni sandiqqa saqlab, qulplab qo'yishga bo'lmaydi. Uni cho'qim echib berishimiz kerak. Ana jinsiyat tarbiyasi shu cho'qim bosqichli bo'lishi kerak-ku. Buni biroqli ma'lum yosh bosqichga borgan vaqtda bersak, bolalarni qabul qilish yaxshi bo'lmaydi. Jinsiyat tarbiyasi odatda bu vaqtlik mezgildagi jinsiyat tarbiyasi, go'daklik mezgildagi jinsiyat tarbiyasi, o'smirlik mezgildagi jinsiyat tarbiyasi, yoshlik mezgildagi jinsiyat tarbiyasi qatorliq ham bu farzandlarga berilgan jinsiyat tarbiyasi. Uning yanida davomlashtirsa, quramiga yetganlardan keyin, masalan, to'y qilish oldida tug'an yosh qiz yigitlarning, uningdagi o'tir yoshliklarning, yashanganlarning degandek bosqichlarga bo'linadi. Bu shaklda elib berilgan vaqtida ham tartiblik, bolalarga ham singishlik tarbiya bo'ladi deb qaraymiz. Endi bu vaqtlik mezgildagi jinsiyat tarbiyasi desa, tilimi chiqmagan bolalarga nisbatan jinsiyat tarbiyasini qanday ifodalı bo'ladi? Nəhayət yaxşı so'z sordunuz. Bu vaqtlik mezgilda endi biz o'zimizningki bolaga tutgan har bir pozitsiyamiz, muomalamiz orqali bolalarda psixikalik va fiziologik jinsga bo'lgan tunishini his qildiramiz. Ya'ni 3 yoshdan burun bola zodi men qizmi, o'g'ilmi degan narsani bildirish bilan birga endi muhabbat tarbiyasini asos qilamiz. Endi shu bola tug'ilgandala suygini his qila oladi-ku. Shunga shu Freud bu, endi psixolog Freud bu haqda shu bolaning yo'riq dunyoga opridi bo'lgandan keyin onani emishi, mohiyat jihati o'braylik o'ziniki ehtiyojni qondirish bilan birga u yana o'ziniki jinsiy ehtiyojni qondirish deb qaraydi. Shunga bola shu yo'riq dunyoga opridi bo'lgandan boshlab o'ziniki jinsiy ehtiyojni qondirishga boshlaydi. Mesela anasınınki köksünü emişi, şo'rishi, mashlarning hammasi jinsiy ehtiyojdan qondirilish bo'ladi. Endi shu mezgilda uningdan boshqa shu bolalarningki muhabbat his tuyg'ulari, mesela onaninki ko'rish, silash, papilash, ovoz tusi orqali bolalar muhabbatni his qiladi. Masalan, bola tug'ilgandan keyin bolani yumshoq narsalarga o'rash, quchoqlash, mehr muhabbati bilan silash, mehrli ko'zlaringiz bilan qarayotgansiz. Buni hammani bolacha bilib ma'lum. Nurg'un ota-onalar deydi, bu bolalar degan bu vaqt mezgilda hech nima uqmaydi deb qaraydi. Lekin bolalarning qalb apparati bu narsalarning hammasini rasmga tortib ma'lum. Endi bu shaxda tadqiqotchilar ishlagan bunday bir tajriba materiali bor. Ya'ni endi shu ikki maymun modelini, tumur modelini akilib, bu ikki maymun modeliga kiyim kiydirdi ekan. Buning birisiga yumshoq raqdan tikilgan kiyim kiydirdi ekan, birisiga tikanlik raqdan tikilgan qo'pol kiyimlarni kiydirib, ikkisiga birdan so'zga esib ikki maymun bolasini emitib cho'ng qildi ekan. Endi natijada qo'pol tikanda kiyimlarni kiyilgan kiyimni kiydirib modelni emib cho'ng bo'lgan maymun bolasi cho'ng bo'lgandan keyin noyat uruq yana birisiga qaraganda jonsiz ham qo'rqinchoq ana bir ovozlar uchirsa-mu bir xil tashvishlanadigan, o'zim dalda qoldigan mana shunday holatlarda bo'lgan. Mana shuninglar bumi biz shu bolalarningki mehr muhabbat ehtiyojlariniki tug'ilganda bor bo'lganligini bilib olamiz. Shunga hamda shu bolalarimiz yangi yo'riq dunyoga opridi bo'lganda onalarningki bolaga bergan mehr muhabbati bu eng dastlab deganda muhabbatni his qila oladi. Shunga shu mezgilda onalarning ruhiy kayfiyati muhim. Bir qatim shu mening oldimga bir 5 yoshlik bir bolani akeldi. Bu bola kelgan vaqt faqat gapirmaydi. Hech qanday savol so'rasam javob bermaydi. Ondan bir xil qo'rqinchoq, bir xil tashvishlik bor degan. Bu bolani surishti qilish jarayonida onasi ig'ir yoq vaqtidan boshlablar bu urushda dil aynib ketgancha realishkisin. Ondan keyin homildorlik mezgilda bu bolaga faqat qaramagan. Ondan sutmi chiqmagan degandek shundan ochiqlab bu bolaga noyat qo'pol muomalalarni qilgan. Demak, onaning shu bola tug'ilganda qilgan shu xil muomalasi keyingi vaqtga borgan chog'da bolaga ta'sir qilgan. Shunga bu qadrlanish, muhabbat tuyg'usi amaliyotda bu vaqt mezgildan boshlandi deb qaraymiz. Demak, muhabbat berish ota-ona bo'g'uvchilarning mas'uliyati. Farzand omonat sifatida quchog'imizga tushgandan boshlab, uningga muhabbat berish albatta bizning ota-onalik majburiyatimiz. Endi biz diqqat qilishga tegishli nuqtalar bormi?
Ba. Ama şu bu vaqtlık mezgilde balalarga endi biz aldı bilen his qildirdig'imiz bu beden mening deydigan ashyolarga his tuyg'unichi balalarni shakllantiramiz emas. Masalan, nurg'un ota-onalar faqat diqqat qilmaydi. Bolasini adam boy yo'q yerda, masalan, adam boy yerdimi, masalan, kiyim-kechigini almashtiraveradigan yoki bolasini yalang'och holatda tashlab qo'ydigan yoki eg'uchi holatda tashlab qo'ydigan. Mushu qilmishlarning hammasi balalarningki keyingi o'zini tunishiga nisbatan ta'sir bo'ldi. Shunga mayli u bola bilsin bilmasin biz chuqur balam zakingizni almashtirib qo'yaymi? Balam kiyimingizni almashtiraymi? Balam sizni yuvib qo'yaymi? Miyada odam bor ekan, biz odam yo'q yerga kirib kiyimingizni almashtiraymi? Mana mush har bir so'z harakatimiz bolaning o'zining qadrlanish tuyg'usini uyg'otishga nihoyat foydasi bor. Uningdek hamda mushu bolalarningki hamda tegish cheklangan rayonlarni-chi, jinsiy a'zolarini deymiz. Shu a'zolarni masalan tutib aytiladigan yoki bo'lmasa bek tor kiyimlarni kiydirgan mushqul qilmishlarmi bolalarningki keyingi jinsiy qilmishlar bilan shug'ullanishiga ta'sir yetib qoladi. Shu anda bularga alohida diqqat qilish kerak. Demak, chekdan eshib ketgan muhabbatmi, ya'ni bolalarni ziyoda erkiltish bo'libmi tutmaslikqa tegishli a'zolarini tutib erkiltish amaliyotda bolalarning normal o'sib yetilishiga ta'sir ko'rsatganda, menimcha bu nuqtadan ota-onalar cho'qim o'ylanib beqishga arziydi ekan deb o'yladim. Endi bak masligimiz kelib ketganda, bak oyajonlanib ketgan vaqtimizda bolaga bo'lgan muhabbatimizni qanday ifodalashni bilmay qolgan ahvol ostida nurg'un ota-onalar bu xatolikni sodir qilgan. Lekin bugun bu psixika bekitida biz bu nuqtada so'zlashyapmiz. Demak, ota-onalar cho'qim ko'ngliga sevilish kerak. Buningdan keyingi kunlarda agar ota-ona bo'lish oldida turayotgan yoshlar bo'lsa, bu nuqtaga alohida ahamiyat berish kerak ekan. Zuhragul ma'lum 0 yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan bu vaqtlik mazgildagi tarbiyalar, ota-onalar diqqat qilishga tegishli nuqtalarni bilib oldik. Endi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan bolalarni aytsak, mayli qiz farzandimiz bo'lsin, mayli o'g'il farzandimiz bo'lsin, ularning eng omaq vaqti. Lekin o'ylamgan yerdan nurg'un savollarni bizdan so'raydigan vaqti. Endi bularga yuzlanishda cho'ng narsalarni so'zlab beraylik desak, bularningki qabul qila olishi, tushuna olishi, hazm qila olishi notayin. So'zlamaylik desak, biz yanala ular bilishga tegishli nuqtalarni bilish kerak degani ta'kidlayapmiz. Ular qanday muomala qilamiz? 3 yoshdan burun biz bolalarimizningki fiziologik va psixologik jinsga bo'lgan tunishini yetildiramiz dedik. Ambiyada bu fiziologik jinsga bo'lgan tunishi degani o'zining badaniga qarab turib, qiz-o'g'illik farqini tunib turib, men o'g'ilkanman degan narsani biladi-ku. Ammo psixologik jinsga bo'lgan tunishi bo'lsa, bola o'zini men o'g'il bola yoki men qiz bola demdi demamdi. Bu nihoyat muhim bir nuqtaga. Ba'zi ota-onalar masalan qizlarni o'g'il boldek bolam, sen mening o'g'il boldek bolam deb tarbiyalaydigan. O'g'illarni voy mening qiz boldek nozik bolam. Mushu bolalarning psixologik jinsga bo'lgan tunishiga ta'sir yetkazib qo'ydi ekan-ku. Ammo shu bir o'g'ilmi, mush doimiy onasi tarafidan qiz tuqqisi bor ekan, masalan. Voy mening qiz boldek nozik bolam, voy mening qiz bolam, voy qiz bola bo'lib qolgan bolam, qiz bolaga o'xshaydigan bolam davrish orqali bu bolaning cho'qim psixologik tunishida bir to'qinish bo'lib qolgan o'xshaydi. Ma'lum bir kun u birning oldiga kelgan vaqtda o'zing qiz yoki o'g'illigini farq etolmay qolib qolgan. Qizlar u bir narsa qirgan bo'lg'imdim, o'g'illar u bir narsa qirgan bo'lg'imdim deb, ya'ni yushirin yangiga onasining doim "Voy qiz bolam" degan gapi mas singib ketib qolganda, shu qizlar u bir narsa qirib ketib qolgan. Shunga endi shu vaqtda ota-onalar bu nihoyat bir diqqat qilgan nuqta ekan-ku. Tuyg'ularimizdagi orzu, istak, qoida bizni qaysi darajada shaxsiyatchi qilayotganligini biz his qilib bo'lmaydi ekanmiz. Arzuyimizda qiz tuqqimiz bo'lib o'g'il tug'ib qo'ysak, o'g'il tuqqimiz bor bo'lib qiz tug'ib qo'ysak, lekin shaxsiyatchilik bilan bolamizni jinsiy farq jihatdan to'g'ri yetaklash qilmasak, bu chekdan oshgan shaxsiyatchilik bo'ladi. Masalan, o'g'illarga ranglik, qizlarga bakrak yarashadigan kiyimlarni jiqroq kiydirish orqali bizning arzuyimizdagi qizni yasagandek qilsak, bu bolaga cho'qim ta'sir ko'rsatadi. Ta'sir bo'ladi. Endi qiz bolaga bo'lsa, arzuyimizga o'g'il farzandimizni ko'rgandek muomala qilib, rangsiz kiyimlar bilan uni o'g'ildek to'yga keltirsak, amaliyotda shu bolalarning sog'lom o'sib yetilishiga bek ta'sir bo'ladi ekan. To'g'ri deysiz. Ammo 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan mezgilda biz shu bu vaqtlik mezgildagi masalan
fiziologik cinsga bo'lgan, psixikalik cinsga bo'lgan tunishni kuchlantiramiz endi bu vaqtda. Men davomli turda o'g'il balni o'g'il balda, qiz balda tarbiyalashga alohida ahamiyat beramiz. Ham bu bosqichda hamda mush bolalarningki savollar aynaydi-ku. Sabahlik men nerden kelgan degan. Ham bunday savollarga javob bergan vaqtimizda biz bolalarning mush yosh alohidligi asosan ham bu bolalarga biz buni bek cho'nqurlashtirib yesh tushuntirishning hojati yo'q. Yoki bo'lmasa bir kartonlarni misolga elib turib, yoki bo'lmasa voy balam opam dadamdagi bir muhabbat urug'i mening ichimga kirib mendagi urug' bilan birlashgandan keyin sendan iborat bir muhabbat mevasi tug'ilgan degandek oddiy shaklda bolalar xas bo'lgan tilimizda tushuntirsak bo'ladi. Ham bu yosh bosqichida bizningki yana bir diqqat qilmaydigan nuqtalarimiz ham bolalarga biz jinsiyat tarbiyasida bu vaqtlardan boshlab bu badan meningki, men ruxsat qilmasam sen teganmaysan deydigan narsani bu bildirishni iborat bu o'zini qo'g'dash tarbiyasi intayin muhimchu. Biz masalan bolamizni ko'tarib ketayotgan vaqtimizda bir noanish kishilar uchrab qolgan. Voy balam suyib qo'ying, bu tag'ash to'sa, voy ammash to'sa, nim bo'ldi balam, suyib qo'ying deymiz. Shuning bilan bu baldaylik bir xil qadrsizlik, so'ysam bo'ldi-ku deydigan bunday bir tuyg'ularni shakllantirib qo'yishim ta'sir bo'ldi-chu. Shunga biz ota-onalar cho'qim bizim o'zimizningki har bir ish harakatimizga diqqat qilishimiz, shu orqali bolalarga cho'qim o'zini qo'g'dash tarbiyasini berishimiz kerak. Masalan, kiyim-kechak almashtirgan vaqtlarimizda bolalarimiz ehtiyotsizlikni eshikni ichib kirsa, "Voy balam, kirmang. Men kiyim almashtiryapman, bu mening uyim." deb shu orqali masalan, sizmi balam uyingizga xalq odamlarni kirgizsangiz bo'lmaydi. Sen kiyim almashtirgan vaqtingizda cho'qim eshikni taqab turib almashtiring degandek bilimlarni berishimiz kerak. Masalan, uxlagan vaqtimizda. Ham bu to'g'rilikmi? Shu bir qiz o'ziningki ochisining yo'lish tarafidan bosqinchilik uchirganchu. Ham bu qiz o'zining ochisining uyida qo'ng'ili bo'lgan. Atiganda bu ochisi ishga ketib qolgan. Ham bu singlisida bu yo'ldishi ham buni biz necha vaqtdan deb kelyapmiz. Hech qanday odam bir xil gumon qilmaydiganlar bir ish bo'lgan. Bu ochisining xotirjam ishga ketgan, lekin bu ochisining yo'ldishi bu qizga hamda cho'ng ish bo'lmagan, lekin hamda jinsiy parakanchilik sog'anda. Keyin bu qiz hamda menda masala so'rab, menga shu chog'da telefon qildi-chu. Bu qiz hamda bu qaynakasi nima deydi desa, sen eshikni yo'g'o ichib qo'yib, uchiq kiyimli bilan yotgan tursang deb barliq gunohni bu qizga atib qo'ygan. Shunga mush kichigidan tatib masalan bolalarga cho'qim eshikni taqab yetish, o'zini qo'g'dashni bilish, tarbiyani cho'qib kichigidan boshlab so'ndiramiz. Endi oqiz ish bo'lmagan chog'da eshikni ichidan taqib yetib yotgan bo'lsin, balkim keyingi tarbiyani oldin olgan bo'ldik-chu. Biz ashunday ushaq halqalarga diqqat qilmay qolamiz. Shunga bu ushaq halqalar keyingi turmushida anodek echinsiz taqdirlarni aytib qo'ydigan. Demak, bizning an'anaviy bal tarbiyalash usulimizdagi ba'zi nuqtalarni ham inkor qilishga bo'lmaydi ekan. Ota-onalar kichikimizdan biz qiz farzandlarga nisbatan ehtiyotchan bo'lishni, kiyim-kechaklarimizga diqqat qilishimiz kerakligini, yeshimizning cho'ng bo'lishiga ergishib, ba'zi bir bak ochiq yo'sindagi kiyimlarni kiyishning o'zimizni qo'g'damaslikning bir tarafi bo'lib qolganligini bildirib turadi. Lekin bayatni siz deganda kasbiy nuqtalarda turib, nayt inchkilik bilan biz diqqat qilishga tegishli ishlarni yana ko'pligini his qilyapman. Endi biz 7 yoshdan 12 yoshgacha bolalarni misolga olsak, bu bosqichdagi bolalarga yuzlanishmi osonga to'xtamaydi. Chunki bu vaqtda bolalarimiz sezgirlashidi, cho'ng bo'ladi, o'zlik tuyg'usi kuchaydi, do'stlar ara biz yo'q muhitda o'zining do'stlari bilan turli paranglarni qiladi. Endi biz bu bolalarga jinsiyat tarbiyasi haqida yuzlanganimizda qanday muomala qilishimiz kerak? Bolalar musha endi 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan mezgilda ota-onasiga bog'landi-chu. Ota-onasidan endi bu tug'ilgandan boshlab ota-onasi bilan bog'lanish hosil qiladi endi. Asta-asta bu bog'lanishni bolalar yo'tkashga boshlaydi-chu. Ammo 7 yoshdan keyin bolalarning bog'lanishi endi do'stlarga yuzlandi. Ota-onasini asta-asta orlib, mush o'zining qo'rdoshlari orasida, qo'rdoshlari bo'lgan munosabatni bo'la eng yaxshi munosabat deb qaraydi. Ular shu qo'rdoshlarining orasida izzatlanish, qadrlanish tuyg'usiga erishgan vaqtda o'zini to'liq baxtli his qildi-chu. Shunga shular bilan birga o'tishni, birga o'ynashni intayin yaxshi ko'rdi. Mayli qiz bo'lsin, o'g'il bo'lsin, bu bolalar amaliyot shunchalik g'arazsiz bo'ldi-da. Lekin nurg'un ota-onalar masalan buni bilmay, bola masalan qiz bolalar o'ynaydi yoki o'g'il bolalar o'ynaydi deb beoromlik his qiladi, ham to'sidi, cheklaydi. Endi shu bir qizmi mush kichik vaqtida bir qo'shnisiniki o'g'li bilan o'ynaganligi uchun onasi bu qizni qattiq haqoratlagan. Sen naring qiz bolasining, nemishqa o'g'il bola bilan o'ynaysan?
qiz bolami o'g'il bolalar o'ynamdi, o'g'il boladan jiroqdi. Mushu tarbiyani shu bola kichik vaqtida, o'smirlik mezgilida onasi qayta berib ketgan. Shunga bu qiz muhabbatlashaolmagan. Faqatlichu, lekin muhabbatlashsin bir mezgildan keyin orilib ketgan. Lekin buni o'zlar nemish qunday bo'lganini bu qizlar faqat uqmaydi. Keyin maslahat elish jarayonida bu qizning haqiqiy masalasi ash bolaligidagi onasiniki to'g'ri bo'lmagan yetaklash usuldan bo'lgan. O'xshashlar bu bosqichda biz yana 3 yoshdan 7 yoshgacha bo'lgan mezgildagi ba'zi jinsiyat bilimlarini kuchlantiramiz. Yoshlik mezgildagi ba'zi jinsiyat bilimlarini oldin beramiz. Masalan, qizlarning hayz ko'rish, o'g'illarning ehtilom bo'lish qatorliq mushu bilimlar mush yosh bosqichida berildi hamdachu. Bir qatim men mushu o'g'illarningki bir jinsiyat tarbiyasi berish bir faoliyatimizda, kollektiv faoliyatimizda jinsiyat tarbiyasi bergan vaqtimda mush o'g'illarga hamda ehtilom bo'lish to'g'riliq so'zlagan vaqtimda bir emas, bir qanchalar o'g'il bola voy mali men degan qo'qab deb degancha asta men degan qo'qab men ham hozirlik bolaning ma ehtilom bo'lish yeshimi oldiga surilib ketdi-chu. Men degan qo'qab mali men siyib qo'yishayman debdi men degandekchi. Ashunda qiliq. Chunki buni ota-onasi bilmaganki bu bolalar men bir normalsiz o'qqa o'xshayman deb mobalning kiyim-kiyimligi shaxsiyatiga ta'sir yetkazadi. Shunga ham bu yosh bosqichidagi jinsiyat tarbiyasi bolalarningki o'zining yosh aloyidligi tushadigan shu yoshlik mezgil duchor bo'lgan ishlarni biz oldin bolalarga elib mangamiz. Demak, ota-onalar demasak bo'lmaydigan bir yurish gaplar bo'ladi. U bo'lsa farzandimizning shaxsiyatiga tegadigan, dil yarasi paydo qiladigan, psixikalik zaxm paydo qiladigan, uni kamsitadigan, inkor qiladigan, uning yaramasligidan bishorat beradigan ba'zi bir so'zlarni qilishdan ehtiyot qilishimiz kerak, lekin jinsiyat tarbiyasiga nisbatan ilmiy ko'z qarash bilan, ilmiy nuqtada turib, sen bilmasang bo'lmaydi, sen qo'rqsang bo'lmaydi, sen cho'qim o'zing qo'rqishing kerak. Mayli o'g'il bo'l, mayli qiz bo'l, sening boshqa yot kishilardan qo'g'daydigan mundaq taraflaring bo'ladi degan nuqtalarni cho'qim eskartib o'tish kerak ekan. Demak, 0 yoshdan 3 yoshgacha, 3 yoshdan 7 yoshgacha, 7 yoshdan 12 yoshgacha bo'lgan bolalarimizga nisbatan jinsiyat tarbiyasi olib berishning bosqichlari, ilmiy bo'lgan yo'llarini nisbatan o'rganib oldik. Endi 12 yoshdan 18 yoshgacha aytsak, bu yerda boshqa turgan bir masala, birga qarshilashish mezgilini aytamiz. Yana birga baldır muhabbatlashib qolgan bolalar dal mushi yosh mezgilida muhabbatga yuzlanishga to'g'ri keladi. Lekin ota-onalar ularga sen o'g'il, sen qiz degan tarbiyani berib bo'ldi. Albatta bu yosh bosqichida, demak men o'g'il bola, qiz bola, yotchinislar bilan muhabbatlashsam to'g'ri bo'ldi degan-ku degandek ko'z qarash shakllandi. Ota-onalar farzandlarining baldır muhabbatlashishiga qarta qanday muomalada bo'lish kerak? Mushu ota-onalar hamda bolalar mushu yoshlik mezgiliga qadam qo'ygandan keyin mush muhabbatlashish masalasidan intayin ansiraydi. Shu to'g'ri qo'y bola muhabbatlashib qolib qanday qilaman deydigan shunday andishli savollarni so'raydi-chu. Amaliyotda hamda bu bola mushu o'smirlik mezgiliga qadam qo'ygandan boshlabla badanda tabiiy holatda jinsiy istak bu yot jinsliklarga tabiiy holatda bir talpinish bo'ladi-chu. Bu nihoyat bir normal jarayon. Ham sizning bolangiz agar yot jinsliklar qiziqmasa, biz buni normalsiz deb qarasak bo'ladi-chu. Shunga bu tabiiy badandagi bir istak deb tushunishimiz kerak. Endi uning ustiga ikkinchidan hamda mushu bolalar hozir atrofimizdagi bir do'stlarning ta'siri bo'ladi-chu. Masalan, do'stlar muhabbatlashgan bo'lsa, o'zi masalan muhabbatlashmagan bo'lsa, men ya chiroyli emas o'xshayman, men ya bir kelishga o'xshayman, menga ya hozirgacha biroz talab qo'yim deb, beoromlik hislarimiz yig'ilib qolgan-chu. O'zini tuban ko'rish psixik shakllanib qoldi-ki. Bu muhabbatlashish bolalarga ishonch ato qilish mumkin ekan-chu. Uningdan boshqa hamda bolalar televizorlardan ko'ryapti hamda shuni ta'siriga uchraydi. Endi bu yerda muhim bo'lgan nima desa, bu muhabbatlashishning bolalarga olib keladigan ta'siridan beqaroq, ota-onalarning shu xil hodisaga tutgan usuli bolalarni texim beqaroq beoram qiladi. Endi bu bolalarningki masalan o'rganishiga ta'sir qilgan narsa amaliyotda bu muhabbatlashish emas. Bolalar nimadan andish qildi desa, opam qachon bilib qolamish şimdi. Bilib qaz qanday qilaman? Qanday bu ish qanday yuzlansa, muallim bilib qaz qanday mushkil andishi bolalarni beoram qiladi. Bir o'quvchimi, mush bir qiz o'quvchimi birisi bilan muhabbatlashgandan keyin mush onasi buningga bevosita deb tarbiya bergan. Erlar deganga ishonishga bo'lmaydi. U hargiz oldirab ishonma. U seni hozir sen bilan yurgan bilan baribir seni tashlab ketadi.
baribir seni o keyin tashlayib chiroyli qizdan birini ko'rsa baribir uningga yana sen tashlaydi degandek gaplarni qilish natijasida keyin bu qiz muhabbatga bo'lgan ishonchi tuvallab ketgancha bu yana uning keyin to'y turmushiga nurg'un ta'sirlarni olib kelgan. Shunga hamda biz shu bolalarimizga cho'qib to'g'ri muomalada yuzlanishimiz kerak. Buningga bek jiddiylasib ketishga bo'lmaydi. Am bolalar muhabbatlash jarayonida qiziqlik o'tirsidagi nurg'un munosabatlarni, masalan, qanday muomala qilishlarni o'rganadi, qanday odamlarning o'ziga mos kelishini o'rganadi. Shunga biz to'g'ri usullarni yetaklashimiz kerak. Bir o'quvchininki bir onasini bir vaqt o'zining shunday bir yaxshi tajribasini deb bergan, qiz muhabbatlashibdi-da, muhabbatlashgan ko'y bolam ajab yaxshi, unda xos mening qizimga boshqa o'g'illarning ko'zi tushdigan bir yoshga kapsiz. Shunday xush bo'ldim hamda. Lekin u bolaning qanday ortiqchiligi bor degandiki bir qancha ortiqchiligidan deb bo'lmas, yana ko'zib beqqan yana qanday ortiqchiligi bor desa, bu qiz ertasi kelib bir 2-3 ortiqchiligidan boshqa ortiqchiligini deyolmabdi. Shuningla uningdagi anisteptodas bilan bu bolaning qanday bir yetersizliklar bor, uni ko'zib beqqan degandikin, bu qiz kunda berib u qarsi ya o'g'lish qo'sh yoqmaydi ekan, bola bilan bo'lgan munosabatim yaxshi emas ekan deganik bir qator yetersizligini tep chiqqan. Unda siz o'ylab beqqan bola mushu yetersizligidan siz yana davomli yaxshi ko'ra olamsiz. Sen keyin qabul qila olamsiz. deb balsiq bir o'yinishni berib qo'yganda asosda bu qiz bu mening o'zimning muhabbatlashgan bir obyektim emasga deb qarab yana o'ziningki asli oldi bilan o'rganishga kirishgan. Biz bir to'g'ri usullarda bolalarimizga yetakchilik qilishimiz kerak. Bizning to'g'ri bo'lmagan usullarimiz aksicha muhabbatlashdan bekaraq bolalarga bo'lgan ta'siri zo'r bo'ladi. Demak, bolalarimiz 0 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan jinsiyat tarbiyasida ular bizdan bakrak talab qildig'ini hurmatlanish tuyg'usi ekan, e'tirof qilinish tuyg'usi ekan, mavjudiyat tuyg'usi ekan. Shunday yaxshi dedingiz endi. O'zi hurmatga erishgan bola-chi, ota-onasi tarafidan hurmatlanishga erishgan bola o'zini qadrlik chaqlaydi-chi. U andan o'zini qadrsiz qilib qo'ygan ishlarga nisbatan o'zini otib etmaydi. Shundaqla o'zini yaxshi ko'rgan va o'zi yaxshi ko'rgan odamlar uchun cho'qim eng yaxshi yo'lni tanlaydi. Shunga bu qadrlanish tuyg'usi intayin muhim. Rahmat Zuhragul ma'lum. Bugun biz ikkimiz dadillik bilan jinsiyat tarbiyasining yosh bosqichlari bo'yicha ota-onalarga yuzlandik. Albatta, his qilsanglar bizga oson to'xtamaydi. Lekin bolalarimizni to'g'ri bo'lgan jinsiyat qarshi tarbiyalash bizning bosh tortib bo'lmaydigan majburiyatimiz. Hamma narsani tuvoqni yopgan holatda hal qilib bo'lmaymiz. Ichitilgan dunyoda bizmi yangi davrdagi ota-onalarga xos ro'ya holat bilan ilmiy usulda bola tarbiyalash yuzlanmasak bo'lmaydi. Mundaq bir gap bor, mayli tuxumni qaysi xil shaklda pishirayli, biz uni shakl bilan qo'shib yemaymiz. Bizning bugungi jinsiyat tarbiyasi haqidagi psixikalik maslahatimizmi dal sizga oziqlikni sunduq, shaklni ayirib etish o'zingizdan. Biz o'zimizda qilib kelayotgan shakallarni ayirib chiqarib etaylik. Bu bolalarimiz uchun foydali. Zuhragul ma'lum, mushaqdagi yangi uchurlar bo'lsa bizdan aymag'aysiz. Psixika bekiti har vaqt yangi uchurlarga ehtiyojli, chunki bu bekatga tushib o'tadigan yo'lovchilarning soni haqiqatan ko'p. Rahmat. Rahmat. Qadrli ko'ruvchi do'stlar, biz kelaksan programmamiz orqali sizlar uchun yangi oziqliklarni tayyor qilamiz. Kelarki sonda esinglarda bo'lsin, psixika bekitida biz sizlarni kutamiz. Ko'rman do'stlarimizga psixika maslahat berishni nishon qilib ishlangan psixika bekit programmamizning tajidorligini Xinjiang Uzbar Güzellik savdo chekish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Xinjiang Oltin Ma'rifat xalqaro savdo chekish shirkati alohida hamkorlashib qo'llagan. Programmamizga Yorib doktor Xonsidagi psixika maslahatchilari taklif bilan qatnashgan. Liyandaning julasi sizning jilvingizdan keladi. Sochlaringizning yumran, paqiraq, tabiiy bo'lishi liyandadan ayrilmaydi. Liyanda şaptığın meyğzi narxini çeçinizni oziqlandirib, qurg'oqlashishini tugitib, elastiklikni oshirib, chechinizni texmi jazibasiz. Chechinizga quvvat, o'zingizga latofat, u rivoyat emas. Liyanda şaptığın meyğzi chash quvvatlash malhini. Hozirgi yosh bolalar lazixonga xumma, issiq bo'lsin, sovuq bo'lsin, zimistonda qahratonda xo'go yeyish kerak, azon bo'lishi kerak. Bekkesin lazıkan, xo'go bunlar, mushtabullar, açık yanlar, seferlerde emniyete lazıkan. Abdunumda namı var, memleketçe demi var. Açık demin huzuri, lazıkan teyya xo'goları.